Driverlar orzusidagi eng oxirgi legenda. Bu Kenworth W900. W900 o'zi qanday model? Kenworth W900 bu Longwood Classic American truck. 1960-yillardan beri ishlab chiqarilib kelayotgan uzoq muddatli model. Owner operatorlar orasida eng respekt beriladigan trucklardan biri bo'ladi. U ko'proq style power customization uchun olinadi. Wheelbase'ini qarangda 6+ metr konfiguratsiyaga qarab o'zgaradi. Bu truck klassik long noise style qiroli hisoblanadi. Dvigateli, ya'ni engine size'ini qarangda, ko'p driverlar juda ham sevadi bu motorni. Cummins X15, ya'ni 400 dan 605 tagacha ot kuchi mavjud. Yonilg'isi o'rtacha 100 kilometrga 30-40 litr rasxod qiladi. Lekin tog'li hududda yoki yuklar og'ir bo'ladigan bo'lsa, undan ham ko'proq xarajat qiladi. Ichki qismida katta sliperi bor. Yotoqxonasi, mini oshxona variantlari ham mavjud. Eng shaklga yoqadigan tomoni premium salon ekanligi. Chunki uzoq safarlarda o'zini uyida his qiladi. Xo'p, shofyor akalar, bu modelga konkurent bo'ladigan eng zo'r truck bormi? Kommentariyada yozib qoldiring.